alaykum azizlar. Bugun biz siz bilan Buxoro shahriy qoq markazi yuragi bo'lgan Ziroat bankning oldidagi 8 qavatli elitli liftli uyning 5-qavatdan 3 xonali qilingan xonadonimizni ko'rib o'tamiz. Eshikdan kirish qismi bu yerni hol sifatida ishlatishingiz mumkin. TV zona qilingan, televizorlar o'rnatib qo'yilgan, yumshoq mebellar hamda kattagina stol. Oyoqdagi laminatlangan. Endi proyektni tushuntirib o'taman. Bu yerda mehmonxona joylashgan. Yotoqxonamiz, sanusi xonalarimiz alohida. Eshiklarimiz zakazon MDF eshiklar. Uyimizda hali hech kim yashamagan. Xonadonimiz barcha jihozlar bilan birga sotilmoqda. Bu yer mehmonxona, eng sifatli gilamlardan qo'yilgan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Kattagina eshigimiz bor. Eshigimiz ortida oshxonamiz mavjud. Oshxonamiz to'liq oshxona mebellar bilan jihozlangan. Gaz plitasi, vытяжка, rakvina barchasi mujassam. Endilikda yotoqxonamizni ko'rib o'tamiz. Yotoqxona mebellar bilan jihozlangan, pardalar ilingan. Uyimizda barcha jihozlar bir-biriga kombinatsiya qilingan. Yuvinish xonasi tepadan pastgacha kafeltelgan, vanna, rakvina mavjud. Hojatxonamiz tepadan pastgacha kafeltelgan, unitaz hamda arizon barchasi mavjud. Endilikda manzilni eslatib beraman. Buxoro shahar Ziroat bank oldidagi 8 qavatli elitli liftli uyning 5-qavatdan 3 xonali qilingan xonadonimizni ko'rib o'tdik. Ushbu uyimiz 65 kvadrat metr tashkil qilgan holda barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Agarda sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.